Nahotki unutgan bo'lsang, yopinchiqsiz uxlab qolgan kuningda, uyg'onganingda esa yopinchiq bilan bo'lgan kuningni unutdingmi? Nahotki unutgan bo'lsang, nahotki uyg'onganingda yoningda taomni ko'rgan kuningni unutgan bo'lsang, aytchi menga, kim uni tayyorlagan edi? Robbing uchun ayt, kim uni tayyorlagan edi? Yoki esingdami, hali maktabda o'qiydigan yosh bola bo'lganingda, u seni ertalablari uyg'otar edi. U bomdod namozidan boshlab uyquni bilmas edi. Sen biroz ko'proq uxlab olishing uchun, seni vaqtida uyg'otish uchun. Keyin u senga kiyinishga yordam berar edi. Keyin uydan chiqqaningda esa u seni qoldirmas edi. Qoldirmas edi. U eshikning oldida turib kutib turar edi. Ko'chaning oxiriga borib, ko'rinmaydigan bo'lguningcha va tunlari uyiga kechikib kelsang ham uyqu nimaligini bilmasdan seni kutar edi. Nahotki bularni unutgan bo'lsang.